Salom do'stlar, meni tanidingizlar-a? Bu men Shum bolaman va doimgidek Aqlvoy bilan sayohatga otlanmoqchiman. Xo'sh, Shum bola, birga sayrga chiqmaganimizga ham ancha bo'libdi. Qani, qayerga boramiz? Vodiyni aylanib keldik, Samarqandni ham kezdik. Endi bu safar poytaxtimizning qiziqarli joylarini kashf qilsak-chi? Mayli, radarim va g'ildiraklarim sayohatga shay. Qani unda ketdik, sarguzashtlar sari olg'a. Oho, favorani qaranglar, qanday chiroyli-a? Salqin havo ham kelyapti. Men doim birinchi favoralar qayerda qurilganligiga qiziqaman. Yaqinda shu haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'qigandim. Hozir ularni sizga ham ulashaman do'stlarim. Tarix kitoblarida yozilishicha, ilk favoralar qadimgi Misr va Mesopotamiyada qurilgan ekan. Ular bog'larning o'rtasida joylashgan bo'lib, avvalo daraxtlar va o'simliklarga suv sepish uchun topilgan. Bora-bora sharq mamlakatlarida ham favoralar ommalasha borgan. Keyinchalik saroy hovlilarini bezagan, arxitekturaning bir qismiga aylangan. Masalan, dunyoning eng go'zal obidalaridan biri sanaluvchi Toj Mahal ham favoralar bilan yanada ko'rkamlashgan. Aqlvoy, mana bu suvda bir cho'milmaymizmi? Nima deysan? Men ham boshim bilan sho'ng'igim kelyapti-yu, ammo ikkilanib turibman. Balki fontanda cho'milish mumkin emasdir. Yo'q, ey. Balki kimdandir sekin so'rab ko'rarsa. Salom. Salom Shum bola. Siz meni taniysizmi? Albatta, Aqlvoy bilan sayohatlaringizni doim kuzatib boraman. Mening ismim Asal. Aytgancha, men fotograflikka qiziqaman. Shuning uchun akam bilan shahar aylanishga chiqqandim. Chiroyli joylarni suratga olayotgandim. Buncha zo'r. Mabodo shu atrofdagi favorada cho'milish mumkinmi, yo'qmi bilmaysizmi? Aslo mumkin emas. Chunki u yer cho'milish uchun mo'ljallangan suv havzasi hisoblanmaydi. Xavfsizlik qoidalariga ko'ra ham fontanlarda cho'milish taqiqlanadi. Bu haqda menga onam va dadam aytib bergan. Vaqtlaringiz bo'lsa, sizlarga ham tushuntiraman. Favoralar havoni namlantirib turish va yon atrofga estetik ko'rk bag'ishlash maqsadida barpo etiladi. Bunday havzalarga turli kommunikatsiya va yoritish moslamalari o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Bu esa suv ostidagi konstruksiyalarga qoqilib, jarohat olish xavfini oshiradi. Yana bir sabab. Favoralar qush, it va mushuk kabi jonivorlar chanqog'ini qondirishi, cho'milishi, sho'ng'ishi uchun ochiq hamda qulay joy. Shu bois ham ularda cho'milish tavsiya etilmaydi. Tushunarli. Maslahat uchun rahmat. Arzimaydi. Mayli, xayr Shum bola. Tag'in favoralarda cho'milib yurmanglar-a. Xo'p, hammasini tushundim. Ko'rishguncha xayr. Tomosha qilishning o'zi qanchalar zavq beradi-ya? Shum bola, mabodo shu yaqin atrofda kalit yotganini ko'rmadingmi? Yo'q, ko'zim tushmadi. Tinchlikmi? Men mana shu favoralarga qarovchi mutaxassisman. To'g'rirog'i, bugun 3-ish kunim. Kalitlar shodasi shu cho'ntagimdan tushib qopti-da. Kechki payt fontanni ranglari va musiqasini yoqishim kerak. Endi qayerdan topaman, ha? Bu favoralar kalit bilan yonadimi? Qiziq. Yo'q, hozirgi kunda hammasi avtomat bilan boshqariladi. Ammo o'sha uskuna joylashgan xonani kalitini topa olmayapman-da. Men sizga kalitni topishda yordam beraman. Rahmat Shum bola. Bilasanmi, meni bobom ham mana shu ishda ishlagan. Men bolalikdan mana shu favoralarni tarixi bilan tanishganman. Sizni uchratganim zap ish bo'libdi-da. Men va mening ekran qarshisidagi do'stlarimga favoralar haqida gapirib bering. Quloqlarimiz bilan sizni eshitamiz, ko'zlarimiz bilan kalit shodasini qidiramiz. Kelishdik. Toshkentning favoralar shahri desak ham bo'ladi. 60 dan oshiq katta favoralar bor. Shulardan 20 tasi juda ham mashhur. Alisher Navoiy opera va balet teatri oldidagi favora eng yoshi ulug'lardan sanaladi.
Paxta shaklidagi bu favvora 1947-yil qurilgan. Bobomning yoshi bilan teng. Bobom hozir 78 yoshda. 2010-yilda ushbu favvora qayta ta'mirlanib, mashhur qo'shiqlar sadosi ostida raqsga tusha boshladi. Mustaqillik maydonidagi bu favvora poytaxt ramziga aylangan. Bobo buvilarimiz, ota-onalarimizning yoshlik albomiga qarasak, uning suratiga albatta ko'zimiz tushadi. Bu favvora 1966-yilgi zilziladan so'ng qurilgan. 2019-yilda u qayta ta'mirlandi. Toshkentdagi har bir xiyobonda siz favvoralarni uchratasiz. Toshkent vokzali, sirk, Xalqlar do'stligi va Turkiston saroyi, Amir Temur muzeyi, mehmonxonalar, xullas, ularni deyarli har qadamda ko'rasiz. Har bir favvora o'ziga xos shaklga ega. Aytgancha, yurtimizda har yili 1-may sanasi favvoralar kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu yerda kalitlar yo'q ekan. Menimcha kalit shodasini qaroqchi qarg'a o'g'irlab ketgan. U juda kalitlarni yaxshi ko'radi-ku, hazillashishni ham yoqtiradi. Qaroqchi qarg'a deysizmi? Ha, u qarg'a o'ziga qaroqchi deb nom qo'yib olgan, lekin hech narsani o'g'irlamaydi. Shunchaki boshqa joyga yashirib qo'yadi. Topshiriqlarni bajarsam, qayerga yashirganini aytadi. Qaroqchi qarg'aning birinchi savoli quyidagicha ekan, bolalar. Faqat savolga o'zimiz mutaxassis yordamisiz javob berishimiz kerak. Menimcha biz buni uddalaymiz. Qaysi favvora Toshkent zilzilasidan omon chiqqan? Alisher Navoiy nomidagi opera teatri oldidagi favvora, Shahidlar maydonidagi favvora yoki Ashxobod bog'idagi favvora? Ashxobod bog'i yaqinda qurilgan. Men u yerga ko'p borganman. Shahidlar maydoni esa 2000-yilda ochilgan. Bu haqida maktab darsligida o'qiganman. Xo'ya, axir boyagina o'zingiz aytdingiz-ku, Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri oldidagi favvora 1947-yil ochilgan deb. Demak, javob to'g'ri. Barakalla shum bola. Darrov topding. Endi qaroqchi qarg'a kalitlar qayerdaligini aytadimi? Menimcha, uning yana bir topshirig'i bor. Temuriy shahzodalardan birining haykali Toshkentda o'rnatilgan. U katta olim bo'lgan. Ilk bor yulduzlar jadvalini tuzgan. Uning haykali oldida ham chiroyli favvora bor. Xo'sh, qaysi olim haqida gap ketyapti? Topingchi. Temuriy shahzoda kim bo'lishi mumkin? Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek va Abu Rayhon Beruniy. Zahiriddin Muhammad Bobur Amir Temur avlodidan. To'g'ri topdimmi? Beruniy Temuriy shahzodasi emas. Ha, topdim. Bolalar, bu Mirzo Ulug'bek. Axir u yulduzlar jadvalini tuzgan-ku. Balki kalitlar shodasi Xalqlar do'stligi favvorasi oldida tushib qolganmikin? U yerda ham chiroyli favvora bor. Unda men Aqlvoy bilan g'izillab borib, o'sha yoqni qarab kelaman. Faqat Aqlvoyni juda qiziqtiradigan bir savolga ham javob bering. Kechki payt favvora suvlari rangli bo'ladi-ku, shunda suvga bo'yoq qo'shiladimi? Yo'q, favvora chekkasiga turli rangli chiroqlar o'rnatiladi. Kechki payt ularni yoqamiz. Shunda chiroqlarning rangi suvda aks etib, turli rangda jilolanadi. Agar bugun kalitlarni topa olmasam, ranglar jilosi ham, kuy ham yo'q. Tushunarli. Ma'lumot uchun rahmat. Voy, shum bola, seni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Mana bu qog'ozni favvora yonidan topib oldim. Qarasam, shum bolaga deb yozilgan ekan. Ochiq xat bo'lgani uchun o'qidim. Kalit shodasi Turkiston san'at saroyidagi favvoralarning yonida deb yozilibdi. Qandaydir kalitni izlayapsizlarmi? Ha, favvoralarga qarovchi usta kalit shodasini qayerdadir tushirib qoldirgan ekan. U kalit bo'lmasa, kechqurun favvoralarning musiqasini yoqolmas ekan. Bu xatni qaroqchi qarg'a yozgani aniq. Demak, kalitni Turkiston san'at saroyi yonidagi favvoraga berkitibdi-da. Boya o'sha yerda ko'rishgan edik. Bilasanmi shum bola? Shu favvora haqida bir ajoyib ma'lumotni bilaman. U Turkiston san'at saroyi bilan birga 1993-yilda foydalanishga topshirilgan. Yana ma'lumotlar orasidan
Aslida bu san'at saroyi drama teatriga mo'ljallangani, favvora tomoshabinlar kutish vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun barpo etilganini o'qigandim. Yo'q, qarang-a, ajoyib ma'lumotlar uchun rahmat senga. Qonunda biz Aqlvoy bilan tezroq boraylik, ustaga yordam berish kerak-ku. Aytgandim-ku, bu qarg'a hazilkash deb. Unda seni gapga tutib turmay, tezroq bora qol. Hali zamon kech tushadi. Favvoralarning musiqalarini va chiroqlarini yoqish kerak. Xo'p, rahmat sizga do'stim. Yana ko'rishguncha. San bu sochlarga shayma. Jajji do'stim, senga katta rahmat. Kalitlarni topib berding. Endi seni Toshkentdagi yana bir chiroyli favvorani tomosha qilishga taklif qilaman. Buncha zo'r. Toshkent City Parki favvorasi haqida eshitgansizlar-a? Uning uzunligi 200 metr. U yerda kechki payt musiqiy shou bo'ladi. Unda men Aqlvoy bilan tezda yetib boraman. Albatta kelinglar. Men ham boraman. Sizlarga juda ham yoqadi. San bu sochlarga shayma. Aqlvoy, qara, sayohatimiz qiziqarli o'tdi, ham foydali bo'ldi. Usta akaga kalitlarni topib berdik. Ha, bolalar ham juda ham qiziq ma'lumotlarni bilib olishdi deb o'ylayman. Bolalar, biz bilan xayrlashishga shoshilmanglar. Hozir yana bir favvorani tomosha qilamiz. Qani, ketdik. San bu sochlarga